Yog'iga shunaqa kechyapti bahs. Vaziyatlar kam ko'ryapmiz ikki jamoada ham. Ammo birgina gol o'yin taqdirini kechishini tubdan o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Xorazm hujumda xavfli vaziyat ichkariga uzatma. Leri va hisob ochilmoqda. Gol! Biroz avvalroq o'yinga tushgan fransiyalik futbolchi. O'sha aytdim-ku. Fransiya birinchi ligasi, Niderlandiya quyi ligalarida to'p surgan Leri gol kirityapti. Endi VAR bor, video assistent referi tizimi hozir vaziyatni o'rganib chiqadi. Ofsayd bormidi yoki yo'q degan savolga javob izlaydi. Rustamjon Abduhamidov uzatma muallifi edi. Bu gol o'yinning kechishini o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Lokomotiv agar bu gol inobatga olinadigan bo'lsa, bu hisobga aslo rozi bo'lmaydi. Tabiiyki, bevosita turnir jadvaldagi raqobatchisiga mag'lub bo'lyapti. Rustamjon Abduhamidovga uzatma amalga oshirilayotgan vaziyat. Bu rakursdan xulosa qilish qiyin. Keyingisi ko'rsatilmadi.